Tuy 42 ming bo'ldi. Birinchi tush ekan. Turpoq mana. Bu 55 mingga ochayotgan, 50 mingga berib qo'yishdi. Bu da birinchi tush ekan, birinchi bolasi ekan. Bu uyda 60 mingda otishdir. Turpog'i 5-chi turpoq ekan, 5-chi tushi. 60 mingda otishdir, hamanda da tushib beradi. Yaşı 5 tutuyordur. Bu 45 mümkün. Boz uygun. Tuyundaki paltır. Elik ming so'm ekan. Torpog'i ikkinchi tush ekan. Ikkinchi tushma torpog' ekan. Ikkini turibdir. Elik mingken kamar. Birinchi torpog' ekan. Kıska ya bunu. Şu silah öğrenip pazarda şu 41 bin başak vermeydiler. Size çakan eken. Ağıtın yığına yer vardı. Qanchachi tush ekan? Birinchi tush ekan. Bahası 55 ming. İkinci tush. Turpoq parovda turpoq ekan. Yigirma besh ming kam bor ekan. Turpoq 20 ming. Urg'och turpoq ekan. 26 ming so'm ekan. Urg'och turpoq ekan. Bu da 26 ming so'm ekan. Urg'och turpoq ekan bu da. Bosi qancha bosi? 25 ming. Qayoqning turpog'i? To'xta oldu. Turpoqlar 33 mingdan ekan. Uchovi teng erkak turpoq.
Bular 30 mingden bolupdur. Bu uyda 38 mingga berib olupdur. Şarane! Qısır uy ekan. Şaran! Beni keyin izlediler, bilesinler mi? Semiz ekan. Boşta izleyiz ki yine boşta. Bu uy qancha? Uy qancha? 45 ming ekan. Bu da qısır ekan, semiz. Soygan qarasa ekan da. Bularni qancha totasiz bularni? 38 ming. Bo'lchi? 45 ming. Qarasi 45 ming, sarısı 38 ming ekan. Bunu qancha totasiz? 40 ming mi? 5 so'm kerak. Qurgasa o'zining barakasini olib qo'ydilar. Misal men eshitgan joy qilib turib, hozir 15 so'm bozor boshlagandan qo'ydilar. Bermam bu. 16 so'm. Bak, yo'q, kichkina qo'y. Baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. 16 ming so'mga sotildi. Ana ko'rdingmi? 16 ming so'mga sotildi. $35 ming so'm. Qisir o'xshaydi? Bo'zmi? Qisir bija bo'zmi? Qisir ekan. Bu uchi 30 mingdan ekan. Uchovi teng urg'och turpoqlar ekan. Uchovi teng urg'och. Bunda urg'och turpoq ekan. 27 mingdan ekan. Yok, artık. Bugün ne mezun? 33 ming bo'libdi. Urg'ochi bunachiniki. Amına koydum ikilere. Aka, unachin qancha oldi? 33 ming. Torpoqlar qanchadan bo'ldi? Ha. Eko 43,5 ming. Erkek torpoqlar ekan.